Bugün 23-aprel 2026-yil. Yaxshimisizlar bo'ljanglar? Yaxshi, rahmat, yaxshi. Javob qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Yaxshi. Bular qaysi to'garak qatnashdilar? Ular gitara to'garak Gitara to'garak qatnashdilar. Doiraga qiziqadi doiraga ham, shuning uchun doirani ham o'rgatamiz. Qo'shimcha to'garak bo'lib. Ha, bular gitara aytgan, shuni nazorat oldidan kirganmi? Doiraga ham qiziqasizlarmi? Qani, matematika o'rgatyapsan. Qani doiraga chozganmi? Yaxshi bo'lganlar, doiraga qiziqasizlarmi? Qani gitaradan bir nima eshitamizmi? Bitta gitara chalib berganiga besh javob. Qani nima o'rganib gitaradan? Yaqinda konsertlarga chiqamiz. Agar chiroyli, ma'qul bo'lsa, sizlarni ham konsertlarga, tadbirlarga jalb qilamiz. Familiyasi? Xudoyqulov Asilbek. Kim? Xudoyqulov Asilbek. Xudoyqulov Asilbek. Xudoyqulov Asilbek, to'g'rimi? Marhamat, tutunchami? Qo'shiq aytasizlarmi? Marhamat. Qo'shiqda kimsan? Bir kuflet aytib bering. Qurbonbek? Olabek. Qaysi qo'shiq aytasan? Eng gullagan yoshlik chog'i. O, ajoyib, tarona. Marhamat. Bir kuflet istaylikchi. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Yaxshi. Olabekmi? Ha. Olabek sen ko'proq xorazmcha qo'shiq aytsan, ha? Ha, aytaman. O'zi ko'rinib turibdi-da ijroingdan. Endi shuni chiroyliroq, yana ham yoqimliroq, jozibaliroq ohangda aytishda mashq qiling. Xo'p. Gitaraga lekin gap yo'q. Qancha o'rganibsan? Oldin kelganimga nisbatan. Javohir, ishlaringga omad, ana shunday bolalarni ko'paytirib, gitaristlarni ham, doirachini ham qaysiga qiziqishdan qat'iy nazar bizda faqat bitta to'garak emas. Masalan, javohir, gitara ham, doira ham, boshqa chog'lar chaladigan bo'lsa, bemalol qatnashaveringlar. Yana undan tashqari estrada bor, rubob bor, an'anaviy xonandachilik bor. Ularga ham qatnashinglar. Xo'p, Mirjo'lar, Javohir, sog' bo'l, yomon emas.